qachon shu teatrga kirmayin, eng avvalo sahnaga qadam qo'yishdan boshlayman. Sahna artist uchun muqaddas, ilohiy. Seni sen qiladiganim, yo'q qiladiganim, bor qiladiganim, mashhur qiladiganim mana shu sahna. Hariga sadoqat, vafo sahnaga hech qachon sahna yuziga teskari o'rmaslik kerak. Mahallamizda ikkita hofiz bor edi. Namangandagi Alisher Navoiy nomli teatrda ijod qilishardi. Muhiddin aka Mansurov degan O'zbekiston xalq artisti bor edilar. Shu Navoiy teatrda bir yoshlar to'g'risida spektakl qo'yishadigan bo'lishibdi-yu, bolalar kerak ekan. G'unchalar degan spektakl. 1900 men adashmasam 49-yil. O'zi mahallamizdan 5 ta 6 tana teatrga olib borib o'sha yerda sahnaga chiqdik. Birinchi bor muqaddas sahnaga qadam qo'yishim. Sekin-sekin bolalar teatrdan ketishdi va men bilmayman qandaydir sababmi, havasmi, yaxshi ko'rganimmi, ham o'qib shu teatrda ishlay boshladim. Shu orzu havas 10-sinfni tugatganimdan keyin to'g'ri meni Toshkent teatr va rassomchilik institutiga olib keldi. Voy. Uskun, xo'sh, mendan ham artist chiqarmikin ha? Xuddi artistni o'zidan. Sochingni aytmaysanmi? Amerikan to'fli, olib tashim kiyginda, o'zingni to'ppa-to'g'ri konkursga ur. Marra saniki bo'ladi. Qabul qilindim. Rejissyorlik fakultetiga. Onam meni vokzalga olib chiqib kuzatib qo'yishlarida o'g'lim, yo'ling oq bo'lsin bolam. Yo'ling pok bo'lsin o'g'lim. Ilohim yo'lingda yaxshi odamlarga duch kelgin. Halol bo'lgin. Mayli. Mana shu yo'l seniki. Ilohim manzilingga yetib borgin. Bir narsani iltijo qilaman bolam. Boshing toshdan bo'lsin bolam. Men sendan roziman. Men seni yo'lingga intizorman. Kindik qoni to'kilgan joyingni hech qachon
Bu bitmagan. Borgan yo'lingdan yana shu yo'ldan bir qaytib kelgin deb duo qildilar. Onaning duosi endi bilasizlar. Ijobat bo'lar ekanda. Men yana bir omadim shunda bo'ldiki, 58-yili talabalik yilim o'zbek filmda, o'zbek kinosida Maqtulman degan film olindi. Yo'ldosh aka Aysamov rejissor ekanlar. Shunda bir o'shandan kichkina bir epizod rol ijro etdim. Kinoga ilk qadam shundan boshlandi. Qarang, 1959-yilda Furqat nomli o'zbek shoiri to'g'risida film olinadigan bo'ldi. Turab to'la ssenariysi bo'yicha yana Yo'ldosh aka Aysamov rejissor. Juda ko'p aktyorlarni sinab ko'rishdi. 21 yoshlik yigit shu bosh rolga tasdiqlandi. Bu omadda. Bu baxtda. Film yomon chiqmadi. Qandaydir bir shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Yoqubjon mashhur aktyorlardan biriga aylandilar. Endi sal burunlari ham ko'tarilib qoldi. Endi balkim tabiiydir. 21 yoshlik bola uchun bu balkim yigit uchun tabiiydir. Hani ustozlar to'g'risida gapirmoqchiman-da. Teatrga kirib keldim bir kuni. Lutfullo Nazirbayev degan ajib bir otaxon bordilar. Bir iste'dodli aktyor edilar. Yoqubjon, bu yoqqa keling dedilar. Bordim. Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman dedim. Sal gapirishingiz ham o'zgarib qoldi-ya dedilar. Sal qalam bosishingiz ham o'zgacha bo'lib qoldi-ya dedilar. Bolam, qadamingiz yerdan uzilmasin. Xalqning hurmatida bo'ling, e'zozda bo'ling. Yo'qsa o'zingizni ham yo'qotib qo'yasiz, san'atingizni ham yo'qotib qo'yasiz dedilar. Bir 1958-yildan beri shu teatrni a'zosiman. Necha ustozlar shu teatrda xizmat qilishdi. Mannon Yo'rlar, Yetim Bobojonovlar, rejissyorlarimiz, Ginsburg, Aleksandr Osipov, o'ta talantli To'laqo'jayev. Endi aktyorlarga o'qiyoruz. Shukur Burxonov, Tog'. Sorapay Shonto'rayev cheksiz iste'dod. Zikr Mahmudjanov o'ta talantli inson. Endi Olim aka har sohada yurish turishi, ko'rinishi,
kiyinishi, muomalasi va eng asosiysi aktyorligi. Eshit. Navkasu, navjins avlodin kishi bo'lsin debon, chekma mehnat, yaxshi bo'lmas hech kasofat avlami. Kim kuchuk bilan xotubga qancha qilsang tarbiyat, it bo'lur, eshak bo'lur, bo'lmas darasta odami. Qalay, maqbulmi? Albatta, juda soz. Yomon odamlar to'g'risida yaxshi aytibsiz. Durust e'tirof etasan. Ma, ol. Uzuging juda ham chiroyli. Qani menga bersin. Qo'rqma. Qimmatbaho uzuk. Katta xizmatlar evaziga mukofot qilib bersa arziydigan uzuk. Ma, ol. Qiyin. Senga qiyin. Vazifang og'ir vazifa. Men olim akani o'zimga endi ustoz deb bilardim. Ba'zida juda ko'p o'ziga ustoz deydiganlar ko'payib ketadi. Ana bu kishi meni ustozim, bu kishi meni ustozim deydiganlar ko'p, lekin olim aka men ustoz deb bilardim. Endi teatr ajib bir joy ekanda. Shu teatrga berilib, hurmatini qilib, sadoqat bilan ishlasang, teatr ham senga o'z mehrini ko'rsatar ekan. Esing o'zingdami yigit? O'zimda. Siz meni majbur etdingiz. Va dushmanlarimga yo'lni katta qilib, ochib berdingiz. Shundoqmi? Unda bo'lsa, bizni kechir o'g'lim. Kechir. Ota, men sizni aybdor qilishga va gunohingizdan o'tishga qodir emasmen. Xom sut emgan bandalarmiz, bolam. Men endi mayli, endi sirasi kelganda, bu maqtanish emas. 20 yil shu teatrga rahbarlik qildim. 20 yil. Ba'zida so'rashadikim, rahbarlik nima? Rahbarlikni boshqa ajratib tomonlari qanaqa? Men aytamanki, 20 yilmi, 15 yilmi, 30 yilmi senga bu amalni bog'lab bergan emas. Hayot. Vaqt kelib, o'rningni kimgadir berishing kerak. Sendan yaxshirog'iga, sendan yaxshiroq ishlaydiganiga berishing kerak. Nima deganlarda aytamanki, shu amaldan tushganingdan keyin odamlar senga qanday munosabatda bo'lsa, shularni hurmat ehtiromini yo'qotmagan bo'lsang, mana senga rahbarlikning eng asosiy tomoni. Meni uyimam, joyimam, oilamam, faxrimam, g'ururmam, shon shavkatimam mana shu teatr bo'lgan. Chunki teatr yoqibni yoqib qildi-da. Agar biz siz bilan boshqa ko'risha olmasak,
bilan uchrashganimdan juda xursandman. Men ham aytmoqchimanki, har ehtimolga qarshi agar boshqa ko'risha olmasak, men sen bilan faxrlanaman azizim. Seni tanlaganimdan afsuslanmayman. Har soniya, har butun 50 yil ishon azizim. Har soniya, har daqiqa, har soat. Aman bo'l. Aman bo'l. Azizim. Aman bo'lgin. Aman bo'lgin azizim. Aman. Bunday mahoratli, bunday iste'dodli jamoat juda ham kam. Xohlaysizmi, yo'qmi? O'sha mayli, eng mashhur teatrlar bilan birlashadigan teatrimiz bor. Bekorga bizni aktyorlarimiz mashhur emas, bekorga. Biz Shimildiq spektakl bilan xalqaro festivalda qatnashdik. Misrda. Deyishdi. Bu qanaqa teatr deyishdi. Bor ekan-ku o'zbek teatri deyishdi. O'zbeklar festivalga kelib, darcha ochib, yangi havo kirgizishdi dedi. Endi bitta teatrga berilgan baho shunchalik bo'ladi-da. Aktyorlik davomida endi yana bir aktyorni qayrab turadigan tilini, san'atini, ijodini, mahoratini qayrab turadigan bir san'at bor edi. Dublaj san'ati. O'sha paytdagi eng mashhur aktyorlar dublaji edi bizniki. O'nlab artistlarimizni aytishimiz mumkin, bular dublajni qiroli deyishardi. Shunday qoyil qilib qo'yardikki, endi yana to'g'ri tushunaylik. Bu tomoshabinlarning o'zlarini bergan bahosi. Bitta mana Sa'q obrazini qarang. 1000 ga yaqin dublaj qilganman. Qani o'sha jarayon? Qani hozirgi o'zbekni dublaji? Qani endi mashhur filmlar, jahon filmlari? Mayli, eng yaxshi filmlarni o'zbek tilida gapirish qani? Tanqid emas, endi bu hozirgi matnni o'zbekchada o'qib berish bo'lyapti-da. Mayli, 5 aktyor qatnashyapti, 6 aktyor qatnashyapti, har bir aktyor nomidan gapirishyapti, lekin matnni o'qib berish bo'lyapti-da. Qaniydi yana shu san'atga qaytsak, o'zbeklar jahon kinosini o'zini tilida tomosha qilsa. Shuncha ne hasratda topgan narsalarim hammasi qiya bo'lib ketdi.
3 ta magnitofon, 3 ta kinokamera, chet elniki, 3 ta portsigar oltindan yasalgan kurtka zamshdan, 3 ta kurtka. Tag'in bular turmushda yuksak madaniyat unvoni olish uchun kurash olib borishayotganmish. O'zbek film va Hindiston tomonidan bir film Ali Bobo degan film olindi. Buni mashhur rejissyorlarimizdan oxiratlari obod bo'lsin Latva aka qaytib oldilar. Hindlarning mashhur aktyorlari Rahmendra, Hema Malina, bir ko'rgan edi oshib qoladigan ayol, Zinat Omon, Zikraka Muhammadjonov, Sanat Divon. Va men shu filmda o'ynadik, rol ijro etdik va bu film qandaydir bir Hindiston bilan O'zbekistonni yaqinlashtirishga, san'atlarini yaqinlashtirishga, aktyorlarni do'stligini oshirishga o'zini hissasini qo'shdi-da. Nima qilardik? Endi Bakov rus, men o'zbek, Hindiston tomoni, har kim o'zini tilida gapirardi. Undan oldin bir tayyorgarlik ko'rardik, repetitsiya qilib olardik va har kim o'z tilida gapirib tushunardi. Payt kelganda o'shanga qarab harakatini qilardi. Bitta so'zi Hema Malina bilan bo'ladigan sahnada hindcha yodlab oldim. Ular kutmaganda. O'zbek tilida gapirmay, ular hind tilida gapiradi. Shunday ishini ochish bilan hind tilida gapirsam aqrayib qoldi-da. Nima qilishini bilmaydi. Syomkani to'xtatib boshlandi. Ha boshlandi. Бойников получит награду 2000 тенге. Endi shu paytda Namangandan xabar kelib qoldi. Onang betob. Seni eslayaptilar. O'g'lim qayerda ekan deb. Bolam, yana bitta sir qopti. Bu endi ikkalamiz o'rtamizda qola qolsin. Meni eng sevimli bolam sen eding. Spielum. Namanganga uchdim. Nima qilasan? Hayot ekan. Ta'ziyalarga yetib keldim.
Bir kuni bir ayol oldimga kirib keldilar. Yoqubjon aka, qizim kasal. Og'ir kasal. Kasalxonada. Sizlarni ko'rgisi bor. Shu 5-4 ta aktyor bo'lib borib kelsanglar, balkim davo bo'larman dedi. Albatta boramiz dedik. Men yonimga 5-4 ta aktyorlarni oldim. 5-4 so'm bo'lsa ham xarajat qilibdi. Qishda paket qilib bordik kasalxonaga. Palatada, xonada 7-8 ta bolalar, tobi yo'q bolalar, kasal bolalar yotibdi. Bizni ko'rib xursand bo'lganini qarang. Ayniqsa haligi onani qizchasi. O'sha yerda bir soatcha o'ltirdik. Ularni ko'nglini ko'tardik. Monologlar o'qib berdik. Kinolarimizni aytib berdik. Teatr to'g'risida ma'lumot berdik. Ular ko'zlarida nur paydo bo'ldi. Quvonch paydo bo'ldi. Uch-to'rt kun o'tgandan keyin haligi ayol yana kirib keldi. Tabiatning mo'jizasini qarangki dedi. Sizlar kelganingizdan keyin nafaqat meni qizim, yanada yotgan bolalar ham shifo topishdi. Mana ruhiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlashni foydasi. Ana shuning uchun ham mening oilam shu teatrdagi katta bir oila baraka topyapti-da, xalqni nazaridan qolmayapti-da. Xuddi shunday ishlarimizni doimo davom ettiramiz. Bir 1938 yil. Qahraton qish. Sandal atrofida oila, ota-onam, opam, akam, tog'chada jinchiroq. Favqulodda eshik ochilib, 3 ta harbiy paydo bo'ladi. Ulardan biri Tojrahmon sizmi deydi. Men ketdik biz bilan. O'rningizdan turing. O'sha paytlarda ularning paydo bo'lishi har bir oila uchun fojia edi. Dod faryod, bolalar otani oyog'iga yopishgan. Onam ularni zo'rg'a ajratib turibdi va qo'llarida men endi dunyoga kelgan chaqaloq.
otam bolalarni ehtiyot qil onasi. Men albatta qaytaman. Qaytaman. Ha. O'g'limni ismini Yoqubjon qo'ying dedilar. Qaytmadilar.